هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kahf tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende dehtanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Kahf suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Kahf suresi Mekke'de nazil bolgan 110 ayet. Kahf suresinin fazileti. Onun 5'ideki 10 ayet, ayıgıdaki 10 ayetinin fazileti ve bu surenin Deccal'dan saklaydıganlık. İmam Ahmed Barai'nin mundaq deganligini rivayet qiladi. Bir kishi sure Kahfni o'qib o'tadi. U chaqda uning qo'rosidagi uloq urkishga boshladi. U kishi qarg'udek bo'lsa, bulut o'zini o'rvapti. U kishi bu ishni payg'ambar alayhissalomga deb berganda, payg'ambar alayhissalom uningga: "Ey faloni, Qur'onni o'qiyvergan bo'lsang bo'ladi, chunki u bulut Qur'on o'qilganda tushadigan huzuri xotirjamlikdir" dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy ve Muslim rivayet qildi. Qur'on o'qigan kishining ismi Usayd ibn Hazirdir. Qur'on o'qigan kishining shu odam ekanligi Baqara surasining tafsirida bayon qilindi. İmam Ahmed Abu Dardo'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Kimiki Kahf surasining 5'idan 10 ayet yodlasa, Deccalning fitnesidan saqlanib qoladi. Bu hadisni İmam Muslim, Abu Davud, Nasa'i ve Tirmizilarmu rivayet qildi. Tirmizining rivayetida kimiki Kahf surasining 5'idan 3 ayet yodlasa deb keldi. İmam Ahmed Abu Dardo'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Kimiki Kahf surasining oyig'idan 10 ayet o'qisa, Deccalning fitnesidan saqlanib qoladi. Bu hadisni İmam Muslim rivayet qildi. Hakim Abu Sa'id radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Kimiki Cuma kuni Kahf surasini o'qisa, u sura yana bir Cuma kuni bo'g'ichi orliqda u kishi uchun nur bo'ladi. Bu hadisni Hafiz Abu Bakr Bayhaqimu Hakimdan shundaq rivoyat qildi. İmam Bayhaqi Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki Kahf surasini o'zgartib o'tmay, xuddi u tushgandagidek lam o'qisa, qiyomat kuni u kishi uchun nur bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Cemi hamdü sana Allah'a xasdır. Allah insanlarını öz tərpidin boğan qattiq azabdan agahlandırış, yaxşı əməllərini qılğan müminlərə obdan mükafat, yani cennet beridiganlığı bilen hoş xəbər beriş üçün bendisi, yani Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge toğra, hiç qandaq qınğırlıq, yani ixtilaf, ziddiyet bolmagan Qur'an'ı nazil qıldı. Ula, yani yaxşı əməllərini qılğan müminlər cennetdə məngü qalıdı.
Allah'ның balası ba degichilarni agahlandırdı. Ula ve ulanın atı boğulları bu böhtanlarda hiç qandaq məlumatqa ega emas. Ulanın ağızlarından çıkan söz nemi degen çoğ? Ula faqat yalğanını aytıdı. Kur'an'ın hoş bişaretçi ve agahlandırıcı qılınıp düşürülgenligi. Yuqorida Allah Taala'nın işlarning beshida ve ayğıda özünün ulug' zotiga hamd sana aytadiganligi bayon qilinib o'tildi. Allah Taala hamma vaqtda madhiylanguchidir. Dünya ve ahiretdeki hamd sanalar Allah Taala xosdir. Şuna Allah Taala Peygamberi Muhammed aleyhisselamga ulug' kitobi bo'lgan Qur'onni tushirganligi uchun öz zotiga hamd sana aytdi. Chunki Kur'an yeryüzündeki kişilerge Allah Taala bergen çoğ nimettir. Çünkü Kur'an kişilerini küfrünün karanlıklarından imanının yorukluğuna çıkardı. Allah Taala Kur'an'ni hiç kanda kıngırlığı ve egri tokaylığı yok doğru kitap kıldı. Kur'an kafirlarni agahlandırgıcı ve müminlerge hoş bişaret bergücü boğan halda nahayet toğra roşen yolga başlaydı. Allah Taala Kur'an'ni özüge karşılık kılgan, özünü inkar kılgan ve işenmegenlerini ulağa dünya ve ahiret kildigan hiç kim özü cazalığandek jazalayalmaydigan ve özü bağlığandek bağlayalmaydigan, özü terpidin boladigan qattiq azapdan agahlandırış. Muş Kur'an'a iman etip, imanını yaxşı ameller bilen ispatlagan müminlerge özünün dergahidiki, onun da turuş mengülük boladigan cennetten ibaret obdan mukafat beradiganligi bilen hoş haber beriş üçün onunda qıngırlıq ve egri tokaylık bar kitap qılmasdan, onunda qıngırlıq ve egri tokaylık bar kitap qılmasdan, belki hidayet ve doğru yol bar kitap qılıp düşürgenlikini bayan qılıp mundaq dedi. Cemi hamd sana Allah'a xasdır ki, Allah insanlarni öz tərpidin bolğan qattiq azapdan agahlandırış, yaxşı əməllərini qılğan müminlərə obdan mukafat, yani cennet berdiganligi bilan xoş xabar berish uchun bendisi, yani Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge toğra, hiç qandaq qıngırlıq bolmagan, yani ixtilaf, ziddiyet bolmagan Qur'anni nazil qildi. Allah'ın balası ba degichilarni agahlandırdı. Muhammed İbni İshaq mundaq dedi. Bula Arablarning ichidagi mushriklardir. Ular biz Allah Taala'nın qizlari bo'lgan farishtalarga ibodat qilamiz dedi. Ular ve ularning oti bo'g'illari bu böhtanlarda hech qandaq ma'lumotga ega emas. Ya'ni bular ve bularning oti bo'g'illari to'qigan bu böhtanlarda hech qandaq ma'lumotga ega emas. Allah Taala ularning bu böhtanlarini ayıplab ve onun çoğ böhtan ikenlikini bayan kılıp mundaq dedi. Ularning ağızlarından çıkan söz nemi degen çoğ? Yani bu hiç qandaq asasqa ega emasdir. Bu faqat yalğan ve böhtandan ibarettir. Şuna Allah Taala mundaq dedi. Ular faqat yalğanını aytadi. Bu sürünün nazil boluş sebebi. Muhammed İbni İshaq bu sürünün nazil boluş sebebi doğrusida İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qildi. Qurayshliklar Nazir İbni Haris bilan Uqba İbni Abu Mu'itni Medinedeki Yahudilarning olimlarining qishiga avatmoqchi bo'lib, ularga sizlar berib u olimlardan Muhammed to'g'risida savol so'ranglar. Muhammedning sifatlarini ularga deb beringlar ve onun degan gaplarini ularga so'zlab beringlar. Chunki ular kitob berilgan kishilardir. Payg'ambarlar to'g'risida
biz bilmagan bilimlarni ular biladi dedi. Shuning bilan u ikkisi Madinaga kelib, Yahudilarning olimlaridan payg'ambar alayhisalom to'g'risida savollar so'radi. Ularga payg'ambar alayhisalomning ba'zi sifatlarini va degan ba'zi so'zlarini so'zlab berib, ularga sizlar Tavrat belirgan kishilarsizlar. Sizlarning bizga hamrohimiz, ya'ni payg'ambar alayhisalom demakchi. To'g'risida bir narsa deb berishinglar uchun qishinglar keldik dedi. Yahudilar sizlar uningdan tövendagi 3 ishni, ya'ni burunqi zamonda g'arg'a kirgan yigitlarning ishining oxiri qandoq bo'lganligini so'ranglar. Chunki ular to'g'risida qiziqarli so'z cho'chaklar bor. Zaminning sharq va g'arb taraflarigacha borgan kishining xabarining qandoq bo'lganligini va ruh to'g'risida so'ranglar. Agar u sizlarga ularni bayon qilib beralsa, u haqiqiy payg'ambardir. Uningga agishinglar. Agar bayon qilib beremasa, u Alloh taolaning nomidan gap to'qigan kishi bo'ladi. Ondan uni qandoq qilay desanglar, shunda qilsanglar bo'ladi dedi. Nazir ibn Haris bilan Uqba ibn Abu Mu'id Qurayshliklarning qishig'i qaytib kelib, ey Qurayshliklarning guruhi, biz sizlarga sizlarning Muhammad alayhissalom haqida keskin hukm chiqarishinglar uchun dalil bo'ladigan narsalarni ilib keldik. Yahudilarning olimlari bizga uningdan ma'o ishlardan so'rashimizga buyurdi dedi. Shuning bilan Qurayshliklar payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bizga ma'o ishlardan xabar bergin deb payg'ambar alayhissalomdan Yahudilarning olimlari so'rashga buyurgan narsalarni so'radi. Payg'ambar alayhissalom ularga sizlarning bu savolinglarga ayet javob beray dedi. Ammo Alloh taolo xolisa demidi. Qurayshliklar qaytib ketdi. Payg'ambar alayhissalom 15 kun saqladi. Alloh taolo vahiy tushirmadi va Jibril alayhissalom mukammadi. Hatta Mekkiliklar Muhammad bizga ayet javob beray deb va'da qilgan edi. Bugün 15 gün to'shdi. Savolimizning birsigimi javob qaytarmadi deb gap taqat qilib turdi. Vahiyning tushmaganligi payg'ambar alayhissalomni endishiga soldi. Mekkiliklarning degan so'zlari payg'ambar alayhissalomga ig'ir keldi. Ondan Jibril alayhissalom Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomning Mekkiliklar uchun qayg'urib ketganligiga qayg'anligini va ular so'ragan yigitlarning ve zaminning sharq va g'arb tarafigacha borgan kishining xabarini o'z ichiga olgan Kahf surasini ve Alloh taolaning ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Rabbim biladi degan, sizlarga faqat ozg'ina ilm berilgan degan oyatni payg'ambar alayhissalomga ilib tushdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib olishing mumkin. İnsanlarning qaysilarining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog' va bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tüp-tüz bayavonga aylantiramiz. Payg'ambar alayhisalomning mushriklarning iymon etmaganligiga qarata afsuslanmasligiga buyurilganligi. Alloh taolo bu yerda payg'ambar alayhisalomning mushriklarning iymon etmaganligi va ularning iymondan yiroqlashib ketganligi uchun qayg'urib ketganligiga tasalli berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allah haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi, xohlagan kishini hidoyat qiladi. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganliklari uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmagin. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, sen ularning iymon etmaganliklaridan qayg'urmagin. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib olishing mumkin.
ya'ni sen ularning iymon etmaganligiga qayg'urib o'zingni halok qilib olishing mumkin. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib olishing mumkin. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Sen ularning iymondan yuz o'rganligiga ochiqlanib va qayg'urib o'zingni halok qilib olishing mumkin deganlikdir. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Sen ularning iymondan yuz o'rganligiga bir aram bo'lib o'zingni halok qilib olishing mumkin deganlikdir. Bu ikki xil ko'z qarashning ifodalab beradigan mazmuni o'zaro yaqindir. Ya'ni sen ularga qayg'urmasdan, balki Alloh taolaning sana topshirgan vazifasini ularga yetkazgin. Kimiki to'g'ri yo'lni topsa, uning o'zining foydasi uchun tayinadi. Kimiki izib ketsa, uning ziyni o'ziga bo'ladi. Şuna sen ular üçün, yani iman etmeganlıklar üçün qayg'urib o'zingni halok qilib olmagan. Bu dünyanın sınaq meydanı ekanligi. Allah Taala o'zining dunyoni yo'qolib ketadigan joy va tugaydigan zinnat bilan zinnatlagan o'rin qilganligidan xabar berdi. Ya'ni Allah Taala dunyoni mangulik turish o'rni qilmay, faqat sınaq o'rni qilganligidan xabar berib mundaq dedi. İnsanlarning qaysilarining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Abu Muslima Abu Sa'id'dan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini, bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Şek şübhisiz ki dünya şirin ve rengarengdir. Şek şübhisiz ki Allah Taala sizlarni uningda o'rin basar qildi. Sizlarning uningda nima ish qilishinglarga qarab turg'uchidir. Şunu sizlar dunyoga bak berilib ketishdan saqlaninglar ve ayollar to'g'risida Alloh taoladan qo'rqinglar. Çünkü İsrail avladı içinde birinci bulup yüz bergen fitne ayollar to'g'risida idi. La ilahe illallah Muhammed Resul. Ondan Allah Taala dünyanın yo'qolib ketadiganligidan ve onun mangu qolmay tugab xarob bo'lib ketadiganligidan xabar berib mundaq dedi. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog' va bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib yeryüzünü tüp-düz bayavanga aylandırırız. Yani biz yeryüzünü muşundaq rangdarlıqdan haraplıqqa ve vayranlıqqa aylandırırız. Onun üstüdeki hemme narsalarni yo'qitib, onu narsa unmaydigan ve paydalanğıl bo'lmaydigan tüp-düz bayavanga aylandırırız. Avfi bu ayetning ma'nosi haqida İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zaminning ustidagi hamma narsalar yo'qoladi. Ashabul Kahfni ve Raqim, yani Ashabul Kahfning ismlari yozilgan taxtini bizning qudratimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziq deb qaradingmi? Eng qiziqi deb qaradingmi? Öz vaqtida bir qancha yigit g'orni panoh joy qilib oldi. Ular Rabbimiz bizga rahmat xazinalaringdan ato qilgan, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgan dedi. Ularni biz g'orda uzun yillar uxiltib qo'ydik. Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysisining g'orda qanchalik uzun turishganlarini inchki hisoblaydiganligini sinash uchun ularni o'yg'atdik. Önkirga kirib olganlarning qissasi. Alloh taolo önkirga kirib olganlarning qissasini dastlabda yig'inchoq va qisqa bayon qilib, ondan tafsili bayon qildi. Alloh taolo ularning qissasini bayon qilib mundaq dedi. Ashabul Kahfni ve Raqim,
ya'ni Ashabul Kahfning ismlari yozilgan taxtni bizning qudratimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziqi deb qaradingmi? Ya'ni ularning ishi bizning qudratimizga va hukmronligimizga qaraganda hayron qolarlik emas. Chunki osmonlarni va zaminlarni, kecha va kunduzni almashib turadiganligini yaratish, quyosh, oy va yulduzlarni aylantirish, bulardan boshqa Alloh taolaning qudratini, uning hamma narsani yaratishga qodir ekanligini va uni hech narsa ojiz qila olmaydiganligini ko'rsatadigan narsalarni yaratish o'nkirga kirib olganlarning xabarlaridanmi hayron qolarlikdir. İbn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida Mujohidning bizning qudratimizni ko'rsatadigan alomatlarimizning ichida bularning ishlaridan hayron qolarligi bordir deganlikni rivoyat qildi. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning men sana bergan ilm, hadis va Qur'on o'nkirga kirib olganlarning xabarlaridan ve ularning ismlari yozilgan taxtidan ortiqdir deganlikni rivoyat qildi. Muhammad ibn Ishaq bu oyatning ma'nosi haqida mening bandalarimga ko'rsatgan hujjat pokitlarim o'nkirga kirib olganlarning xabarlaridan hayron qolarlikdir deganlik bo'ladi dedi. Kaf bo'lsa haliqi yigitlar kirib olgan tog'dagi o'nkirdir. Raqimning nima ekanligi to'g'risida olimlar ixtilof qilishib qoldi. Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. U aylaga yaqin yerdagi jilg'ining ismidir. Bu vaqtda Atiya, Avfi va Qatada qatorliqlarmi shundaq dedi. Zahak Kaf jilg'idagi o'nkirning ismi, raqim bo'lsa jilg'ining ismidir dedi. Mujohid u o'nkirga kirib olganlarning o'nkirning atrofiga solgan temining ismidir dedi. Ba'zi olimlar u ularning o'nkiri bor jilg'ining ismidir dedi. Abdurrazzaq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu vaqtda Kaib uni bir kentning ismi deb gumon qiladi deganligini rivoyat qildi. Ibn Jarir İbn Abbas radhiyallohu anhumaning u bo'lsa o'nkir ba tog'ning ismidir deganlikni rivoyat qildi. Said ibn Musayyab u bo'lsa o'nkirga kirib olganlarning qissasi yozilib o'nkirning eshigi oldida qo'yib qo'yilgan tosh taxtidir dedi. O'z vaqtida bir qancha yigit g'orni panoh joy qilib oldi. Ular Rabbimiz bizga rahmat xazinalaringdan ato qilgin, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin dedi. Ya'ni Alloh taolo qavmining o'zlarini dindan ozdirib etmasin deb dinini saqlash uchun ulardan qechib va ulardan yo'shirinib turish uchun tog'ning o'nkiriga kirib olgan yigitlardan xabar berdi. Ular Alloh taoladan uning rahmatini va marhamatini so'raganda mundaq dedi. Rabbimiz bizga rahmat xazinalaringdan ato qilgin. Ya'ni sen bizga o'z rahmating bilan rahmat qilsang va bizni qavmimizdan saqlasang, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin. Ya'ni sen bizning ishlarimizning oqibatini hidoyat qilsang. Bu vaqtda Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda mundaq keldi. Bizga bekitilgan ishingning oqibatini hidoyat qilsang, ularni biz g'orda uzun yillar uxultib qo'ydik. Ya'ni ular o'nkirga kirganda ularga uyqu berdik. Shuning bilan ular uzun yillar uxladi. Ondan Alloh taolo ularni uyqulardan uyg'otdi. Ularning yeyishlari uchun ularning ichidan biri tamoq elib kelishga sirtqa chiqdi. Bu vaqtda tuvanda tafsili bayon qilindi. Alloh taolo mundaq dedi. Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganliklari haqida
ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysining g'arda qanchalik uzun turishganligini inchki hisoblaydiganligini sinash uchun ularni uyg'otdik. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Sura Kahf tafsiridan 12. oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.